növbətdə qilishqa tegishlik 4 ish. Tövəndəki 4 ishni növbətdəki bazar sharoitida hamma odam astoydil o'ylanishqa tegishlik ham qilishqa tegishlik ish deb qarayman. Albatta bu mazmunlarni men o'xshamagan vaqtlarda poch-poch holatda degan. Bugun shuni xuloslab, mushu vaqtliq mening bir pishqan ideyam qilib ko'pchilikka deb bermoqchi. Bu 4 ishni ustiga qarsak bo'ladi. Hamma yozib qo'ydim. Birinchisi, 提升你的认知， ikkinchisi 保持你的健康， uchinchisi 扩大你的影响， to'rtinchisi 培养你的贵人。 Endi bir-birlab deb beray. Oldi bilan bu gapninki oldingi sharti navbatdagi bozor sharoiti. Mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, fan texnika jihatdan bo'lsin yoki boshqa jihatdan bo'lsin, mushu davr alayda bir 100 yilda bir keladigan yoki 50 yilda bir keladigan davrning o'zgarish davri bo'ladi. İlgirki bizning boylik tafakkurimiz tuyuqsiz ishlamagandik. Tuyuqsiz biz yangi narsani o'rganishimiz kerakdik. Ham bizning pulimiz mayli ko'p bo'lsin, oz bo'lsin, mushu davrda tuyuqsiz pulimiz ozlab ketish ehtimolligi bordek. Mushundaq bir ansirash bor. Boy odamdimi bor, nomrod odamdimi bor. Hozir men nurg'un odam bilan uchrashaman. Ularda bir ansirash bor. Bu ansirashning tegi nima degan chaqda ma dunyoni tushunolmaymiz. Dunyoning o'zgarishi bizning qalbimizning taraqqiyotidan eshib ketyapti. Bu gapning negizi. Bunda bo'lgandan navbatdagi bozor sharoiti deganim mushu bozorda, ekologiyada, fan texnikada, internetda setish usulida o'zgarish bo'layotgan, g'oyat zo'r o'zgarish bo'layotgan mushu davrda tövəndəki 4 ishni qilasiz. Albatta bu ishlar navbatda siz qallangizni haqiqiy ishlatsangiz, mening boshqa darslarimni to'liq anglasangiz qila oladigan ish. Uncha bir jiq pul ketadigan yoki odatga odam qilolmaydigan undaq ish emas. Birisi umrlik asqatadi, ikkinchisi navbatda qilsaq bo'ldigan ishlar. Men bir-birlab deyim. Birisi 提升你的认知, sizning dunyoga bo'lgan tonishingiz, aql parastingizni oshiradigan bir fursat mushu. Hamda sodiga bo'lsin yoki boshqa odatdagi odamlar bo'lsin, o'xshamagan davrlarda odam aldirash bo'ladi. Yoki oldingi mezgillarda sizni ayt aldirash bo'lishingiz mumkin. Balkim pul tepayotgan bo'lishingiz mumkin yoki bola yo'qotgan bo'lishingiz mumkin degandek. Hamda navbatdagi sharoitda iqtisod osti bo'lyotdi. Iqtisod osti bo'lganda birinchi qiladigan ish o'rganish. Hamda osti bo'lganda deganimiz navbatdagi sharoitda ma 4 ning ichida bir narsa yo'q. Bir narsaga mablag' seling, cho'ng bir savdoni qiling deydigan ma gapni demadim. Albatta bu degan gap bu ishni qilsangiz bo'lmaydi degan gap emas. Ko'p qism odamlarning ahvolidan chiqish qilgan vaqtida navbatdagi sharoitda yana ehtiyotchan bo'ling demoqchi. Hamma odam bir yana ko'rsa, bir fursatni ko'rsa pul soladigan undaq davr emas. Umumiy jihatdan iqtisod osti bo'lgandan pulingizni tejang, pulingizni ayang. Boshqa yerdan bir fursat kelsa, oltin deymiz, pay deymiz yoki bir mablag' soldigan ish bo'lsa, nihoyat ehtiyotchan bo'ling. Mayli o'sim to'van bo'lsa-mu bankaga qo'ying. Mavu 4 gapniki oldingi sharti. Ma 4 ning ishqasida bir narsaga mablag' seling degan gap yo'q. Doktor To'lqin Qodir muallimning yillik korxonchilar klubini tushunmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi undidor bilan aloqa qilishing. Endi mablag' selibmi mush davrning fursatini tuta oladigan odam bor. Bu yo'q emas, ammo intayin oz. Men ko'p qism odamni chiqish qilyapman. Shunga bilim o'rganish. Bilim o'rganish mana shundaq nisbatan aldirash emas, nisbatan bozor tas bo'layotgan odamda qilishga bo'lgan vaqtda qilishga tegishlik birinchi ish. O'rganishimiz kerak. Bu vaqtda sizda vaqt bor. Ham o'rganmaymi ilojingiz yo'q. O'rganmaymi tanlashingiz yo'q. Bu davrda bizning bozorga bo'lgan, turmushga bo'lgan, jamiyat taraqqiyotiga bo'lgan bizning bir yurish ko'z qarashimiz tuyuqsiz ishlamay qoldi. Uning ustiga yana bir yangi davr kelyapti. Masalan, Rangungchining sunniy idrokning bir davri kelyapti. Xuddi ayni vaqtdagi sanoat inqilobi, 4-qatimliq sanoat inqilobi deyilyapti. Hamda bu narsa bir qarsak yiroqdek, bir qarsak yaqindek. Masalan, chet ellarda, Amerikada bo'lgan ba'zi fan texnik o'zgarishlari bir qarsak yiroqdek qilgan bilan 1-2 yilning ichida tuyuqsiz kelishi mumkin. Masalan, Tesla mashina, dunyodagi ilg'or bir tok mashinasi.
tuyuqsiz atrofimizda ko'payib ketdi. Ham tuyuqsiz dunyoning boshqa yerlarida bo'lmagan. Masalan, Wuhan'da 1000 dona şoförsiz mashina paydo bo'ldi. Bu texi boshqa taraqqiy topgan davlatlarda bo'lmagan ish. Boshqalar texi ehtiyot qilayotgan, yo'lga qo'ymayotgan ish tuyuqsiz bizning davlatimizda yuz berdi. Demak, bu texnikaning ishida u dunyoviy ish, u yiroqdagi ish bizning turmushimizga kelishi natayinda mandaq o'ylasa olmaydi. Ba'zi ishlar biz o'ylagandagidan tez bo'lishi mumkin. Demak, mushundaq vaqtda bizning hayotga, bilimga, internetga, texnikaga, savdo andisiga nisbatan bir yurish ilgirki bilimlarimiz asqatmayotdi. Buning uchun o'rganishimiz kerak. Boy bo'lsangizmi o'rganishingiz kerak, namrat bo'lsangizmi o'rganishingiz kerak. Qandaqli odam bo'lsangiz o'rganishingiz kerak. Ham bu davrda har qanday vaqtga qaragan chaqda bilim bilan pul topadigan haqiqat o'ttirga eng cho'ng, eng kuchli ko'tarilgan bir davr bo'ldi.